Hech xayrli oqshom uxlamaganlarga uxlab yotganlar уже ertalab ko'rasizlar. Bugun shunaqa kiyib charchab kelishimga qaramay hamma charchoqlarimni chiqarib o'tgan bitta narsani sizlar bilan bo'lishmasam bo'lmadi. Buni qaranglar. Har doim men bilasizlar, ukollardan, notabiiy protseduralardan qochaman va qochib mana shu insonning oldiga boraman. Qarangiz qani. Menga shunaqa zo'r narsalar yuboribdilar, qaranglar. Обязательно sovg'alar bilan. Bu har doim ishlatadigan SPF'im, ya'ni tonalniy osnovasi bor. Bu degani SPF o'zini surib, tonalniysiz ham ko'chaga chiqib ketaversanglar bo'ladi. Keyin bunisi sivırtka, detoks, yuzinglarni oqartiradi, tiniqlashtiradi, ranglarni zo'r qiladi. Men bunisi to'g'risini aytsam birinchi marta olib ko'rdim. Mezokrem ekan bu. Ya'ni yuziga ukollar qilishdan qo'rqadigan, ukollar qilishni xohlamaydigan kremlar bilan shunaqa natijaga erishmoqchi bo'lganlar uchun bemalol sizlar ham zakaz bersanglar bo'ladi. Xullas, sizni go'zalligingizni siri nimada deyishadi-yu. Shunaqa savollar bo'lib qolsa, meni go'zalligimning siri Farangiz apada.